Dunyoda inson aziz bo'lgandir, xor bo'lgandir, odamlar oldidir. Ammo qabrga kelgandagi azizlik, xorlik bo'ladi. Qaranglarda, qabrda osti bir xil. Yo boy odamni ipakka o'rab, lahadini ham kafil qilib ko'mganini ko'rganmisizlar? Kambag'al ham o'sha surib ko'riladi. Boy ham o'sha surib ko'riladi. Ustiga bir xil turpoq tortiladi. Qabrining razmeri ham bir xil bo'ladi. Yer ustidagi hashamat tiriklar uchun. Mana shu qabristonga kiradida, hozir aytib o'tganimizdek, bemalol kulishib, gaplashib o'tiraveradi. Birodarlar, qabristonga borganda qalbida taqvosi bor odam mahzun bo'lib qolish kerak. Qarang, 17 ga kirib o'libdi bittasi 70 ga kirib o'libdi. Bittasi 18 ga kirib o'libdi, bittasi 81 ga kirib o'libdi. Lekin hammasi nima bo'libdi? Kelibdi shu yerga. Juda ham yuragimiz siqilib ketsa, hayotdan siqilib ketsa, qabristonga boraylik. Juda ham quvnab, terimizga siqmay, hamma yo'g'imiz gullab, quturib ketayotgan bo'lsak ham, qabristonga bir borib qo'yaylik. Fa innaha tuzakkirukumul axira deganlar Rasululloh. Qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Innal muttaqina fi jannati va nahar. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida bo'lurlar. Ammo ana bu fojirlarchi? Yuzlari qoraygan bo'ladi, ustlariga g'ubor bosgan bo'ladi.